Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, YouTube kuzatuvchi jigarjonlar. Bugun biz Shartuzga kelganmiz. Inshaalloh bular nima deyishingiz mumkin. Bularni Moraviy polni kecha akşam o'zi kelib tushirgan vagoni bilan Xudo nasib qilsa hali tuzilganlarini ham ko'rsatib video qilib o'tamiz. Videodan uzoqlashmay bitta-bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ysalaringiz bu videolarni to'liq ma'lumotlarni hozir videoni davomida ko'rasizlar. Nakay akalar ukalar жаңа упаковкасini ko'rdilaringiz. Bu hozir tuzilgan varianti 0 probeg pachka ramalari dvoynay behat qalin akkumulyatorlari 100lik mi olur? 126 mı? 86'lık. 86'lık. 16 300 gram. 2026 anası mana sveji tovar. 4-chi oydagi ko'ryapsiz. Ko'ryapsizlar. Birdan kelgancha ham uje bir oy vaqt o'tadi bu narsaga. Xullas, kalon nima deydi? Juda ham hammasini yangi tuzgan. Bu nima? Buni nima firma dedingiz? 250 kubalik O'zbekistonda nimasi? 200 kubalik Lochin firma dedi. Men Xitoydan keladigan nima Dayun degan muraviylardan bu kачествоsi juda baquvvat. Baquvvat-a? Ne ko'rdingiz? Sizlarning mumkin 5000-6000 somon pulingiz bor, o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, qanday qilsam bo'ladi deb olib kelib berasiz. 5000-6000 somon muraviy olib ketishingiz mumkin. Qolganini lekin 10-15 kunda to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Mumkin agar shunday aka-ukalarimiz ham bo'lsa, ular bundan ruxsat deyversin. Aka shunisi nimaki? Salim blogni. Salim Prujina, masli amortizator qo'yilgan. Urmaydi, maslinamir taqtuq bo'lmaydi. Bu yerlarda Salim blog ekan. Polni misol o'ynaysa bu bir tonnaliklardagi akkumulyator 100 amperlik klassi 16,5 kilo. Detallari baquvvat. Mana shunday uyingizga aparasiz, mana qizil lentalarni tag'ib, mana punktlarni bilan vapshim ko'rgan va bu 100 ming somonlik mashina qanday bo'libsiz-ku deyish mumkin. O'zi ham yangi-da. Mana ko'rlaringizda modasini qarangizlar, qanchalik jihat chiroyli. Flash karta tushadi. Bluetooth o'qiydi polni. Hammasi ishlaydi ekan. Hamma funksiya ishlaydi. Hay sizlardan nima deymiz? Bitta shu qo'llab-quvvatlab qo'yib shu akamizni ham nima deylik? Nima qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'larak, bo'lsa o'zimizniki bo'lsin deydi-ku, shunday o'zimizniki bo'lsin, pulni begona qilmaysizlar. Shu akamizga telefon qilib muraviylarni olib berasizlar. Yanada bu akamiz sizlarga yangi tovarni olib kelishdan to'xtamaydi. Unda nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, videodan uzoqlashmangizlar, samimiylar qo'llab-quvvatlab turinglar.